Amerikadagi eng chong musulmonlar huquqi va tashviqot tashkiloti bo'lgan Amerika Islom munosabati kengashi KIRning tunugun Xitoy kommunist hukumatining Sharq Turkistondagi islom dinini cheklaydigan yangi belgilamasini aybladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi islom diniga oid yangi belgilamalari islom dinini Xitoyga moslashtirishni aks ettirishni maqsad qilgan. Mazkur tashkilotning bayonotida Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur diyorida islomga qarshi harakatlari davomlashmoqda. Xitoy doiralari necha yuz minglagan Uyg'ur musulmonini tug'maslik, qiyin qistoq va o'limga duchor bo'layotgan jazo lagerlarida majburiy tutib turgandan boshqa rayonning necha asrlik islomiy muhiti va milliy madaniyat turmushini yo'qotmoqchi bo'layotdi. Dunyodagi musulmon davlatlar va boshqalarning Xitoy hukumatining jinoyati uchun javobgarlikni ustiga ilishga qistaydigan payt keldi deyilgan. Bir qism g'arb demokrat davlatlari Konzi institutlarini Xitoy kommunistning boshqarishidagi organ deb bekitgandan buyon demokratik davlatlarda ko'plagan Konzi institutlari taqilib bo'lgan edi. Biroq Xitoy hukumati bu xil inkaslarga qo'liqni yopirib olib, pul kuchiga tayinib turib, Qozog'istonda Konzi institutlarini teg'imi kuchaytirish orqali Xitoy tili madaniyatini va ideyasini kengaytganligi ma'lum. Ko'zatchilarning nazarida bu to'limi g'alati va xatarli bir ahvol deb qaraladi ekan. Amerikaning Kolumbiya universitetiga qarashliq Yevroasiyo torining maxsus xabariga asoslanganda, Xitoyning muavin bosh ministri Sun Yao Qozog'iston va O'zbekistonni ziyorat qilgan. Xitoy va Qozog'iston o'rtasidagi muzokaralar Qozog'istonning eng danglik oliy bilim yurtlarining biri bo'lgan Farabi davlatlik universitetida Qozog'iston Xitoy ilmiy tadqiqot markazi qurishga markazlashgan. Xitoyda yasimichilik kasbi oldingi qatordagi iqtisodiy faoliyat sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, bu yilning oxirgi chorigida bu sohadagi tarixiy davomlashgan. Gerçi Xitoy davlatlik statistika idorasi e'lon qilgan yasimichilik kasbini setib olish boshqarish ko'rsatmasi birinchi oyda oldingi oyga solishtirganda 0.2% ishib 49.2 ga yetgan bo'lsa-mu, ammo mo'ljardagi ish chekidan tuyan holatda turgan. Ilgilishicha, Xitoyda COVID-19 dan keyingi iqtisodni asli keltirish tadbirlari bilan 2023 yilning oldingi 3 yilda yasimichilik kasbida o'sish ko'rilgan bo'lsa-mu, lekin uzun davomlashanmagan. Gollandiya bilan Amerika bultur maxfiy kelishim tuzib, ASML shirkatining Xitoyga o'zak ishlab chiqarish uskunasi setishni cheklagan bo'lsa-mu, ammo shirkatning Xitoyni mol bilan ta'minlash miqdori shiddat bilan oshgan. Yaponiya vaqt gazetining 26 yanvar xabar qilishicha, bultur Amerika bilan Gollandiya maxfiy kelishim hosil qilib, dunyodagi eng ilg'or o'zak yasash uskunasi ishlab chiqaruvchi shirkat ASMLning uskunalarini Xitoyga yetkazishni cheklagan. Ammo bu kelishim ASML shirkatining ilg'or uskunalarining Xitoyga setilishini to'sib qolmagan. Bu masalada Gollandiya hukumati texmi ko'p uskunlarning Xitoyga yetkilishiga yeshil chiroq yoqib bergan. Xitoy prezidenti Xi Jinping Afg'onistonning Bejinda turishliq yangi bosh elchisi Bilal Karimning ishonch xatini qabul qilgandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Bingbin Xitoy Afg'oniston xalqaro jamiyat tarafidan chetga qiqilmasligi kerak deb qaraydi dedi. Egilishicha, Xitoy bosh elchisi Taliban hukumatiga o'zining ishonch xatini sungan tunji bosh elchi bo'lgan. 2023 yil 9-oyda Afg'onistonning poytaxti Kabulda o'tkazilgan marosimda Xitoyning Kabuldagi yangi bosh elchisi Sao Shin Afg'oniston vaqtli hukumatining bosh ministri Molla Muhammad Hasan Axundiga ishonch xatini topshirish orqali vazifasini boshlagan. Xitoy Kompartiyasi kontrolligidagi shirkatlar mablag' selishni bahona qilib, Afrika davlatlarini qarzga bo'g'ib qo'ymoqda. Xitoy Temir yo'l Go'riyi cheklik shirkati Xitoyning yangi nishoni bo'lgan Kongo Demokratik Jumhuriyatiga 7 milliard dollar mablag' sog'anligini e'lon qildi. Bayonotga qaraganda Xitoy shirkati Kongoga yillik kirimining aran 1.2%lik e'tibor haqqini to'laydi ekan. Egilishicha, Bab al-Mamdib bo'g'izidagi strategik o'rni bilan ko'ziga ko'ringan Djiboutining tashqi qarzining 70% Xitoyga tava ekan. Bu davlatdagi bir qism muhim portlar va temir yo'llarini Xitoy qurgan. Ma'lum bo'lishicha, Janubiy Afrika Jumhuriyatining Xitoyga taxminan 26 milliard dollar qarzi bor ekan.